ishxonada obro'yimiz ketib qolsa, ishxonani almashtirsa bo'ladi. O'rtoqlarimiz oldida obro'yimiz ketsa, o'rtoqlarni ham almashtirsa bo'ladi. Lekin oilada obro'yimiz ketib qolsa, oilani almashtirib bo'lmaydi. Chunki farzandlarimiz otasi bitta, farzandlarimiz onasi bitta. Ularni almashtirib bo'lmaydi. Shu bilan birga erkak kishi agar ayolini oldida obro'si ketib qolsa, valdirash oqibatida har xil kerak emas gaplarni gapirish, noo'rin hazillar va hokazolar orqali bu degani bolalarni oldida obro'sizlandi degani. Chunki ona hurmat qilmasa, farzandlar ham hurmat qilmaydi. Albatta. Endi onani obro'si ketib qolsa, erini oldida, farzandlari oldida, u onalik rolini ijro eta olmay qoladi. U qurolsizlanadi. Shuning uchun ham ayniqsa oilada u kim bo'lishidan qat'iy nazar, kelinmi, onami, qaynonami, ermi, har bitta gap o'ylab gapirilishi kerak. Taroziga solib gapirilishi kerak. Juda ko'p holatda o'ylamay bir og'iz gapirilgan gap evaziga fojialar vujudga keladi. Chunki dil og'rishlar oqibatida yig'ilib katta fojialarga sabab bo'lishi mumkin.